Assalamualaikum savodoshlar. Mana 4-chi topshiriqni ishlagan vaqtimda dastlabki birinchi, ikkinchi, uchinchini qo'shmabdiman. Ammo birinchi, ikkinchi, 4-chi topshiriqni birlashtirib bir oddiy radar prototipi yasab baxdim. Bu Tinkercad'dagi loyihasi. Endi bu ultrasound sensorni mana mikro motorga muqimlashtirmoqchidim. Men aylangancha qilib muqimlashtirsam, tik qilib, ultrasound sensor aylandikan. Aylangandan keyin u bir radar holatiga kelgan, aytdim oddiy bir radar. Endi men qizil chiroqni 30 santiga yaqin kelsa, barliq sensorga yenib uchib qilib layladim. Kodi ekranim kichikroq. Hozircha blok kod ishlatdim, chunki bir kodi ravon bo'lib ketamdim, shu osonroqga boshlashga. Endi buni yurgizib qo'yay. Hali 24 santimetrga chiroq yenib belgi beryotadi. Endi to'xtadi. Lekin buni to'xtamaymish menga chiqadigan qilgan bor edi. U yana hozircha topamadim, bilamadim. Ma'lumotlarni ko'rsatish bilan cho'qim to'g'rilab yana o'xshayman. Hozirroq to'xtab qolgan bo'lib qopti chiroq. Uda chiqadigan qilma. Endi buni 30 santning ustiga kelsam to'xtaydi. Endi motor aylanadi. Asli loyihada sensor motorning ustiga joylashishi kerak. Shunga hozircha buni mushtoq qo'yib turdim. Endi buni Arduino kitda ulab bosam mushtoq mandi. Manada ultrasound orliq sezgich bilan motorni birlashtirdim. İkisi birle. Ondan chiroqmi yondi hozir. Sal ostroq yondiga. Bir sekund to'xtab yondigan qilib. Shu boyaqi kod ma'lumotida. Ondan buni mikro motorning ustiga muqimlashtirib baxdim. Muqimlashtirgandan keyin maholatga keldi. Mesela aylanadigan, agar men shuni yaxshiroq muqimlashtirsam, yaxshiroq narsa bilan texim ravon aylanadi ekan.